Assalomu alaykum. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Jizzax viloyati Zomin tumani Navoiy mahallasi hududidagi 72-konturda amalga oshirilmoqda. Yer maydoniga bugungi kunda poliz ekini tarvuz ekilgan. Yer maydonining umumiy hajmi 10 gektardan iborat bo'lib, yer maydonining uzunligi o'rtacha 1600 metrni, eni esa o'rtacha 650 metrni tashkil qiladi. Ekinlarni bugungi kunda sug'orish ishlari olib borilmoqda. Ekilgan tarvuz ko'chatlari hozirgi kunda mana unib chiqish jarayonida. Ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Yer maydoni jami 10 gektardan iborat. Ushbu yer maydoniga 10 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Ya'ni har bir dehqon xo'jaligiga 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida ushbu loyihaga lider tadbirkor sifatida Peshag'ar yoshlik kooperativ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Yaqin kelajakda har bir gektar yer maydonidan o'rtacha 35 tonnadan, jami 10 gektar yer maydonidan o'rtacha 350 tonna tarvuz hosili olinishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari ushbu yer maydoniga ikkinchi ekin sifatida serdaromad ekin ekish rejalashtirilgan hamda shu orqali yer egalarining yillik daromadini oshirish rejalashtirilgan.